Farg'ona 3 ko'priklik akamiz oldin o'zimizga o'xshagan jaydari oddiy odam bo'lgan ekanlar. Hozir Amerikada trak minib, xullas bo'lib ketibdilar. Videoni tomosha qiling. Bu video maxsus Leonnet obunachilari uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Arizona shtatida Seligman shaharchasida historik sizlar uchun bitta video qilyapman. Men o'zim ham shu Farhod akamizda Leonnetda green card yutib kelganman Amerikaga. Joydan. Bu multfilmni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Yoshligimizda shu multfilmni ko'p ko'rganmiz, hamma ko'rgan. Chaqmoq Makvin olingan shaharcha. Farhod akamizning Leonnet obunachilari mana shu joyda 2020-yil, asosan 2020-yil o'ynaganmiz, yutganmiz, 2022-yil ketganmiz shu joyda. Hammalarga tavsiya qilaman. Shu bittada chiqqan Alloh fazli bilan akamiz hammasini chiroyli bajarishgan, o'sha ularni to'g'ri keladigan darajada bajarishgan. Bittada chiqqan, alhamdulillah. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab ishlab doimiy o'sha joylarimiz, borib kelib yuramiz. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kelinglar, mana shuncha yutganlar bor. Har yili ko'plab odamlar yutishyapti. Farhod akamiz orqali sizlarga ham tavsiya qilamiz, kelinglar, nasib qilsin sizlarga. Aka yutganlar ro'yxatini ko'rsatdingiz. Men qoyil qoldim. Mana har yili sizni o'ynayman. Xudo xolasa aniq bu videoni ko'rib odamlar keladi, to'ldirishadi. Chotki qilib, o'zingiz me'yorda to'ldirib berasiz aka. Sizga ishonamiz. Past raqamingizni qoldiryapman. Kelib mana shu akamizni yutiraverasizlar. Manzil Farg'ona eski donordan o'tishingiz bilan o'ng qo'lda Leonnet. Esdan chiqmasin, past raqam qoldiryapman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, akamiz chiroyli qilib to'ldirib beradi green carddan.